Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda yurib turganimizdan bag'ayat xursandmiz. Xudo xolosa gigant tovuqxonamizni bitirdik. Xudo xolosa sizlarga chiroylatib obzorni berib o'tamiz do'stlar. Yana uyda qisqagina patologlarni ham chiroylatib plastik bilan qo'yib berganmiz va ichki tarafidan yana utepлениylari qo'yilgan do'stlar, stiklovata. Xo'p, buni razmerini tushuntirib o'tadigan bo'lsak do'stlar, uzunligi 4 metrni tashkil etadi, balandligi 1.70 ni tashkil etadi, enini 2 metr do'stlar. Profil 1.7 talashinalikdagi 3.2 profilda ishlangan va setkamiz 5.5 simi почти 4lik simdan ishlangan do'stlar. Ham perxvatga ham shuruplarimiz qatilgan. Yana ko'rishingiz mumkin, moshni xudo xolasa yana. Xo'p, tagidan 75 santimetrdan tagidan ko'rib turganlaringizda juja va tovuqlar kallasini chiqarganda pishiklar uzib oladi degan ko'pchilikni narsa bo'ladi, muammosi bo'ladi. Shuning uchun ham 75 santimetrdan ichki tarafdan mayda setkidan ham tortib ko'pmiz do'stlar. Shiprna keladigan bo'lsak, yana o'zina podsvet qo'yilgan shiprlar do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bir hafta mehnat etdik. Bir mehnatlarimizni qadrlayman degan do'stlarimiz bir layklar bilan bizani bahramand etishlari mumkin. Uzoqroqdan ko'rinishi. İchki tarafdan ham tagidan setga tortilgan do'stlar va yana ko'rib turganlaringizda 3 dona tori bor. 3 dona tori. 1 2 3 dona. Xudo xolasa ichki tomondan ham navosini qo'yib bersak, ishimiz bitdi va egasini yetkazib berishda xudo xolasa 5-6 bo'lib ko'taramiz buni nasib bo'lsa endi. Chiroyli chiqqan bo'lsa yana bir marta aytamiz, layklar bilan bizani bahramand etsangizlar, sizlardan bag'ayat xursand bo'lamiz. Keyin bizda har xil setkalar bor do'stlar. 3D zabor, doroji setka, izol mahsulotlari, sement mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani manzillarimiz To'rtko'l tumani, Televishgani ro'parasida joylashgan do'stlar. Bemalol kelib xaridlaringizni amalga oshirishlaringiz mumkin. Xaltalangan shebin va g'isht mahsulotlari ham shu yerda do'stlar. Kelaverasizlar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha xalq xizmatidamiz. Sizlarga manfaatli bo'ladigan aytib, narxlarda aytib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda sog'lik, omonlikda ko'rishguncha do'stlar.